Tushda yong'in ko'rishning ta'birlari. Tushda yong'in ko'rish juda kuchli va ko'p ma'noli tushlardan biri hisoblanadi. Uning talqini holatga, yong'inning qanday ko'ringaniga va sizning tushdagi hissiyotingizga bog'liq bo'ladi. Tushda yong'in ko'rish ko'pincha kuchli hissiyotlar, g'azab, ehtiros, qo'rquv, hayotdagi o'zgarishlar, sinov yoki ogohlantirish bilan bog'liq bo'ladi. Agar tushda yong'in juda katta ekanligini, katta olov yonayotganligini ko'rsangiz, bu hayotingizda katta o'zgarishlar bo'lishidan dalolat. Ba'zan muammolar yoki janjallar kelishi mumkin. Agar qo'rqib ketgan bo'lsangiz, ichki stress belgisi hisoblanadi. Bordi-yu tushdagi yong'in sizga zarar bermasa, bu yaxshi alomat hisoblanadi. Muammolaringizdan chiqib ketasiz. Kuchli bo'lib chiqishingizni bildiradi. Tush ko'ruvchi tushida uy yonayotganini ko'rsa, oila ichida kelishmovchilik yoki o'zgarish, ba'zan eski hayot bosqichi tugab yangisi boshlanishi, agar uy butunlay yonib ketsa, katta o'zgarish yoki sinov haqida ogoh etadi. Tushingizda yong'indan qochayotganingizni ko'rsangiz, siz muammolardan qutulishga harakat qilmoqdasiz. Yaqin orada qiyinchiliklardan chiqib ketishingiz ishorasi. Tushda siz yong'inni o'chirayotganingizni ko'rsangiz, muammolaringizni hal qilishga qodirsiz. O'z hayotingizni nazorat qilishni bildiradi. Va bu juda ijobiy tush hisoblanadi. Tush ko'ruvchi tushida tutunli yong'in bo'layotganini ko'rsa, noaniqlik, yashirin muammolar, orqangizdan gaplar yoki noto'g'ri tushunishlar bo'lishi mumkin. Tush ko'ruvchi tushida yong'indan kuyganini ko'rsa, ogohlantirish, ehtiyot bo'lishi kerakligi, ba'zan zarar, yo'qotish yoki xatolik belgisi sifatida talqin qilinadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.